O'rtoqlar, mana shu yerda bitta zilda erkak kelib qolibdi endi. Qanday ko'z qiyadi o'tib ketishini ko'ringlarchi. Sustenasi ideal, noldan terilgan. Aka, vobshe baquvvat bo'lgan, ha, xudo xolasa. Kabinasi 130 xolos, o'zi 31 desa ham bo'l. Aka, 31 ham yo'q. Xullas, aka, yili nechi buni? 92-yil. 92-yil. Aka, sir bo'lmasa qachon tayyor bo'ldi bu? 2 oy bo'ldi bitganiga. Yuk toshidingizmi hali? Yuk toshilmadi. Bozorga ham birinchi Kamerlar, balonlar ham bez kamerdan qilingan o'rtoqlar. Eng qizig'i aka bu Ural motori, bu. Motor Ural. Motor Ural. Bloklar butundir, aka. Endi aka bitta savol, singan ramaga sizlar mashina termaysizlar, to'g'rimi? Rossiyadan kelgan cho'tki ramlar o'rtoqlar, mana ko'ringlarchi. Sustenasini qaranglar. Bu tormoz ham KAMAZ tormoz dedingiz, a? 3 ga 3 6 ta xolos, hozircha 6 ta gaz balon, 6 ta yangi akkumulyator, yangi ekan. Yangi, xullas zavoddan chiqdi desak ham bo'laveradi. Yashang, qani bismillah. Voy, o. Salonlarni chista-ku, linonimlari bor. Sidini chexollar, namanganlik ustalarning qo'li gulta. Qidirib yurganlar bor edi o'rtoqlar. Shunaqa zillardan chiqaring, olaylik, bir maza qilib minaylik deganlarga avvalinglar. Aka, necha metr endi bu? 470 uzunligi. Xo'p, balandligi 130. Dokument bo'lgan aka? Hamma yo'q bo'lgan. Vengerskiy dediz-a? Ruminskiy silindrdan o'rtoqlar. Keyin nima katta mostdan dedingiz. Katta mostdan ochilmagan. Ochilmagan. Rossiyadan kelgan. Rossiyadan kelgan ekan, ko'ringlarchi. Ye, mashallah mana. Ancha bo'ldi, bozorga ham chiqmadi. Mana bitta tayyor bo'libdi, mana srochnaga. Endi avvalinglar endi. Holatlari zo'r. Aka, bitta kapotni ochib berasiz endi, ha? Orqasini ochib beraman. Ha. Bu 3 tarafga ochiladi shekil buni, ha? Yo'q, bu baqa 2 tomonga ochiladi. 2 tomon. Pastga va yonga, ha? Bo'ldi. Xo'p, o'rtoqlar ichini ham ochib qo'yibdi, mana ko'rsinlar, ko'ringlarchi. Bu qalinlisi aka, tagi ham? Tagi ham, qo'llarga ham o'qmas bor. Aka, o'zingiz mana shu ustasiz. Nechta tonnaga tavsiya qilasiz bu mashinani aka? 15 tonnadan shu qolaveradi. KAMAZnikini olaveradimi aka? Oladi. Gap yo'q o'rtoqlar. Motorlari Mazviskiy, hadovoy qismlari. Aha. Ramalari вообще bo'quvon. Aha. Ko'ringlar. Gap yo'q. Bekiting aka, menga motorini ko'rsating, Uralni bitta ko'raylik. Ancha bo'ldi Ural motor ko'rmaganimizga. Ural motor. Ha, o'zi ham ochib beraveradimi? Qo'lni tegib qo'ysa. Xo'p, chiqaman endi. Endi uzr, mashinangiz ichida chang bo'lar ekan. Ozgina baland ekan. Ko'ringlarchi o'rtoqlar. Mana shu Ural motor chista ekan. Aka, motorga ham javob xudo xolasa. Motorga ham javob. Hamma yo'q butun deyaptilar. Kamchiligi yo'q. Antifrizda. Bittada zavod bo'laveradi, xudo xolasa. Bo'ldi aka. Endi aka, chiroyli qilib biz obunachilarga kelishtirib bersangiz bo'ldi aka. Bo'ldi, ashunda tursin aka. Nech pul deyapsiz aka? Bir sotilib ketsin, xudo xolasa. Men bozor sotmasangiz, mana obunachilarimiz so'raganlar ko'p. Kelishtirib bersangiz bo'ldi aka. Turmaydi inshaalloh. 18 ming. 18 kami bor. Aka, 18 demang. Biz obunachilar kelishtiring aka, sotilib ketsin inshaalloh aka. 17,5 ga endi aqabaqa qilib beramiz ozmos. Biz obunachilarga aka 17,5 demang ozmos tushib berasiz. Ozmos tushib beramiz aka. O'rtoqlar, bozorda 18 ming. O'zi qanchaga baho bo'lyapti, sotmayapsiz aka? Bozor bo'lib turibdi. Bo'lib turibdimi? Ha. Bo'ldi. O'rtoqlar, avvallar xudo xolasa 18 ming kam bor.
bemalol aka tekshirib olaveradi mashinani. Kelib, ko'rib. Ha, dokumentlar hech o'zim nomimda. Ha, dokumentlar so'ramadi. Hamma yo'q bo'lgan. Ha, Bo'ldi. 92 Ayting telefon raqam. 77 77 004 004 13 13 54. 54. Ismingiz nima aka? Abdulbosit. Abdulbosit akadan murojaat qildilar. Mana tayyor ekan. Bozoringiz bersin aka. Yana bormi? Bor, buni orqasidan biz chiqarlar ham sotsa olib chiqamiz. Tayyor bo'lyapti. Olib chiqing, xudo xohlasa chiroyli qilib. Mana o'rtoqlar, u odamlar kutib qoldi. Kutib qoldi bunaqani. Chiqarmay qo'ydingiz deganlar. Mana tayyor. Bozoringiz bersin aka.